Hozir men sizlarga ko'rsatadigan kvartiramni olishingizga ikkita sabab bor. Eng katta. Birinchi sababi bu narxi. Frantsuzskiy planirovka birinchi etajda $60,000 ga men ko'rsatadigan remontlari bilan hech qayerda yo'q. Ikkinchi sababi bu lokatsiyasi bo'ladi. Shundoq uyimizni oldi. Maktab, bog'cha, internet kollej, проходимыз zo'r. Birinchi liniya, Sergelinskiy rayon. Men aytayotgan uyimizda mana shu bo'ladi. 3 ta oynasi bor. Bu tarafdan ham eshik ochib turib, bu yerda pod ofis qilib qo'ysanglar bo'ladi yoki salon krasoti qilib qo'ysanglar bo'ladi. Uy ichini ham ko'rsataman. Mashina qo'ygan ham bemalol joylari bor. Одно eshiklarini ham yaxshilarini qo'yib qo'yishgan. Garderobni qilib qo'yishgan. Birinchi xonamiz tualet vanna раздельный. Katta koridor. Uyimizda hech qanaqa ishi yo'q. 6-2 balkon, перегородка qilib o'tiradigan joy qilib qo'yishgan bu tarafini. Yana перегородка qilib yana bitta xona qilib qo'yishgan. Uy-joy masalasi bo'yicha eksportdan puliga stoyish obyektlarni o'tkaza olmaslik uchun meni kanalimga обязательно подписка tashlab qo'llab-quvvatlashni esdan chiqarmanglar.